bir marta yig'latgan ekanlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Hadicha onamni. O'tirganlarda ey Hadicha degan ekanlar. Dunyodan o'tib jannatga kirganimizdan keyin jannatda Maryam, ya'ni Iso alayhissalomning onalari Maryam va Firavunning ayoli Osiyo sizni kundoshlaringiz bo'ladi, ular meni nikohimda bo'ladi degan ekanlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Hazrati Hadicha onam Rasulullohni bor vujudlari bilan sevganligidan qizg'anib, rashk qilib jannatdagi kundoshlardan qizg'anib yig'laverar ekanlar. Qizlari Fatima onam, ey otajon, biror marta onamlarni yig'latganingizni ko'rmagan edik. Nima sababdan onamlarni yig'latdingiz deganlarda janob payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, ey ko'zimning qarosi, qalbimning mevasi Fatima, onangizlarni Alloh uchun qilayotgan barcha toat ibodatlari Alloh tomonidan menga ko'rsatilindi. Zarracha nuqson, zarracha kamchilik yo'q ekan. Hamma ibodatlari Alloh dargohida qabul ekan. Lekin onangizlarni Alloh yo'lida jihad qilganligini savobi namoyi amalida yo'q ekan. Qaysi bir ayol o'zini erini boshqa ayollardan rashk qilib, qizg'anib yashasa, Alloh taborak va taolo mana shu ayolga Alloh yo'lida jihad qilganligini savobini yozib turadi. Onangizlar mana shu savobga ega bo'lib tursinlar uchun shu gapni aytib qo'ydim degan ekan.